Assalomu alaykum. Yuzdagi ugrilarni davolashda qanaqa badlar ichamiz va badlarni qachon ichamiz? Qanaqangi foydalari bor va qanday xatolar qilmaslik kerak? Xo'p, birinchi o'rinda sink kerak bo'ladi. Agar yuziga ko'p ugri toshadigan yigit-qizlarimizga. Lekin qizlarjonlar, sinkni doimiy bitta o'zini icha olmaymiz. Sink chunki keyinchalik tishlarimizga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun doimiy sinkni yonida mis moddasini qo'shilgan sinklar bor o'zi. Shulardan olib ichishingizni maslahat beraman. Chunki sinkni ichavergan sayingiz keyinchalik уже normadan oshsa, sразу misni yemirishni boshlaydi organizmda. Mis ham bizga juda ham kerakli mikroelement hisoblanadi. Sink va misni birga qo'shilgan o'zi badlari bor. Shularni ichishingiz mumkin bo'ladi. Buni bir kapsuladan 2 mahal 1 oy 40 kungacha ichishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari vitamin A, vitamin E bizni mana shu organizmimizga ugri chiqarishga sabab bo'layotgan gormonal disbalansni normaga soladi va vitamin A, vitamin E ichganimizda nafaqat ugrilarimizga yordam beradi, balkim bizda qanaqangidir organizmda gormonal disbalans bo'lsa normaga soladi, plus terimizni tonini ham yaxshilab beradi. Vitamin A, vitamin E ham 40 kungacha, даже 2 oygacha ichishimiz mumkin. Bu ham to'q qoringa 2 mahal ichiladi. Yana endi dozasiga qaraysizlar, mana aptechniy mayda ayvit olsangiz 3 mahal ichasiz. Bir kapsuladan 3 mahal ichasiz 2 oygacha to'q qoringa. Lekin mana badlar orasidan qanaqangidir amerikanskiy badlar orasidan oladigan bo'lsangiz, buni o'zingizning nutritsioningiz sizga tavsiya qiladi. Nechta tabletkadan, nechta kapsuladan va qancha vaqtgacha ichishni. Chunki aptechniy bilan amerikanskiyning orasidagi dozalarida katta farq bor. Yuzdagi poralar kengayishiga, qora tochkalar, ya'ni yog'li komedonlar paydo bo'lishiga D3 yetishmasligi ham sabab bo'ladi. Agar sizda D3 yetishmasa, bilingki, demak yuzlaringizda qora nuqtalar siqqandan siqaverasiz befoyda. Har kuni kosmetologga chistkaga borsangiz ham chistkadan keyin yana 3 kundan keyin paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun doimiy vitamin D3 ichib yuring. Bizga vitamin D3 yetishmaydi. Men O'zbekistonda yashasak ham, issiqda yashasak ham doimiy vitamin D3 qabul qilishingiz maqsadga muvofiq. Faqatgina dozalarini bilib oling. Masalan, issiqda yoz oylarida 1000 yoki 2000 единицalik ichasiz. Salqin paytlari qo'rqmasdan 5000 единицаdan har kuni ertalab zavtraqdan keyin ichishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari ugrilar chiqishiga yana sabab bo'ladiki, faqatgina bu badlar emas, albatta yuzga to'g'ri uhud ham eng muhim o'rinlarda bo'ladi. Yuzga uhud qilishni men oldingi videolarimda aytib o'tganman.